Muhterem musulmonlar, kunlardan bir kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalardan Abu Said ibn Muallaga masjiddan chiqishdan ilgari san Qur'oni Karimdagi eng katta surani deb beraman deydi. Va namoz o'qib bo'lgandan keyin uningga mundaq deydi. O sura bo'lsa 7 oyatdan tarkib topgan namozlarda qayta o'qiladigan Fatiha surasidir. Aziz müminler, Fatiha suresi bolsa, muqaddas kitabımız Kur'an-ı Kerim'nin muqaddimisidir. Peygamberimiz bir hadiste, Fatiha okumagan kişinin namazı kabul kılınmaydı deganligi üçün biz namazlarımızın her reketide bu surani okuymiz. Bendenin perverdigarıga ilticası bolgan Fatiha suresini her okuğunumuzda Cenab-ı Allah'ın bendemge tiligini berilidu deginini bilgen halette huzur tapımız. Kıymetli musulmonlar, Fatiha suresiga nahayet şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman degençe Bismillahirrahmanirrahim deb başlap ketimiz. Bilimiz ki Allah'ın ismi zikir kılınmasdan başlangan her iş nuqsallıqdır, yerimdir ve bereketsizdir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu ayetni okuğunumuzda kainatni yaratquchi ve idare qilg'uchi Parvardigorimizga cheksiz hamdu sanolar, shukrlar, madhiyalar aytamiz. Ar-Rahmanir-Rahim. Bilimizki u merhamet ve ihsan egisidir. Nahayet şefqatlik ve mehribandır. Malik yevmiddin. Hesap gününün yegani egisidir. Bendelerini hesapqa tartquchi Allah mutlaq adalet egisidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Biz faqat Allah'a ibadet qilamiz ve onundan yordam so'raymiz. Onundan başqa sığınadigan, tayinadigan, ishonadigan haqiqiy bir ma'bud yo'qdir. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal ladzina en'amta alayhim. Gayril mağdubi alayhim veleddallin. Ey Parvardigarimiz, bizni to'g'ri yo'lga, ya'ni sen iman ve hidayet nimetlerini bergen kişilerinin yoluğa başla. G'azbing yo'liqqanlarning ve azg'unlarning yo'liga emas. Hurmatli müminler, Fatiha bilan boshlangan ulug' kitobimizni o'qish, tushunish va yashash uchun buyuk bir fidokorlik bilan harakat qilaylik. Bu munosabat bilan Türkiye Diyanet İşleri Ministerliği tarafından o'rinlashtirilgan Uyda Qur'on o'rganishga oldira Türkiye safarbarligiga chaqiriq qilamiz. Ministerlikning internet tor betidan tizimlatib, turayotgan yeringizda tordan darsga qatnashish orqali Qur'on o'qishni o'rganib, Qur'onning nurini oilangizga va hayotingizga aks ettira olasiz. Buningdan sirt maktablarimizda Qur'oni Karim, Peygamberimizning hayoti va islom asosiy bilimlari qatorliq darslar tanlanma darslarining qatorida mavjuddir. Farzandlarimizni bu darslarni tanlashga tashviq qilaylik.